Yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Talabalar ishtirokida tashkil etilgan boshqaruv servis xizmatlari bilan tanishildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan har hafta payshanba kuni vazirlik va hokimliklarda yoshlar kuni o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahridagi yoshlar markazida startapchi, iqtidorli, kitobxon yoshlar hamda ularning ota-onalari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxiatosh tumani yoshlari ham ishtirok etdi. Prezident topshiriqlariga muvofiq mazkur tuman Surxondaryo viloyatiga biriktirilib, uni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish vazifasi belgilab Shu doirada amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan fikr almashilib, yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglandi. Shuningdek, davlat xizmatchilari o'rtasida kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib etish va ularning ma'naviy salohiyatini yuksaltirish maqsadida o'tkazilgan Kitobxon davlat xizmatchisi ko'rik tanlovi g'oliblari e'lon qilindi. Tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi Navro'z umumxalq bayrami doirasida viloyatning asosiy konsert dasturi chog'ida o'tkazilib, bosh sovrin avtomobil, ikkinchi o'rin uchun 25 million so'm, uchinchi o'rin uchun esa 15 million so'm miqdorida pul mukofotlari topshirildi. Shu bilan birga hududda studiyalar orqali muloqot ham tashkil etildi. Xorijiy tillarni o'qitish va kasb-hunar o'rgatish tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar muhokama qilinib, ushbu yo'nalishdagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Yoshlar bilan bog'liq mavzu ko'tarilmaydigan, yoshlarga e'tibor berilmaydigan, yoshlarga g'amxo'rlik ko'rsatilmaydigan sohani o'zi yo'q. Bugun tizimlashgan butun kadrlar siyosatida yoshlarning o'rni hamma kadrlarni yoshartirish masalasi va yoshlarning bandligi, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ta'limga berayotgan e'tibori, sportga berayotgan e'tibori ko'z o'ngimizda mana o'zini natijalari bilan ro'yobga chiqib kelyapti. Maktab o'quvchilari qoyil qolasan, 6-7-sinf qizlar, yigitlar chiqib katta odamlardek fikrlaydi. Nimadan bu? Juda ham ko'p kitob o'qigandan, juda ham bilimli, zo'r kattalar xayoliga kelmaydigan takliflar beradi. Hayron qoldim. Hammasini tashkil qilib beradi. Aytdim, oddiy hozir yoshlarga umuman e'tibor boshqacha bo'lish kerak. Buni qo'rqitib, urib, o'qitib bo'lmaydi hozir. Qiziqtirish kerak. Qiziqtirish uchun nima hammasi bu katta o'rinda bo'lish kerak emas. Biz maktabda o'zi miqyosida ham qilaylik. G'oliblarni aniqlaylik. Zo'r sportchilarimiz bor deydi. Maktabda o'zi qolib ketyapti. Zo'r talantlar bor, shu maktabdan chiqmay qolib ketyapti. Kitob o'qishga ishtiyoqi bor, lekin sharoit yo'q. Bularni tarbiyalagan ota-onalariga butun el xalq o'rtasida o'zimizni rahmatlarimizni yetkazishimiz kerak. Mana ota-ona sizlarga ming rahmat, mana shunday farzand tarbiyalaganlar uchun. Kelgusida yurtimizga, mana shu prezidentimizga sadoqatli kadr bo'lib yetishing. Rahmat sizga. Prezidentimizlar shunchalik e'tibor berib, biz yoshlarni kitobxonlikni rivojlantirishga berayotgan e'tiborlarini juda xursandman. Bugun bilmayotgan, sezmayotgan odam bugun emas, ertalabdan o'zini boshqa odam bo'lib o'rganish kerak, hurmatli yoshlar. Hozir qimirlagan odamga, harakat qilgan odamga hamma sharoit bor. Matematikani ozgina o'qigan, ingliz tilini bilgan bola bugun $1000 uyda o'tirib topadi. Men ham vaqtida 5 minut emas, vaqtim 10 minut kitob o'qiganman, lekin buni hech kimga qiziqi yo'q. Hech kim shuncha kitob o'qiyapsan deb aytmagan, rag'batlantirmagan. Setka bo'lardi, nimadan bitdan to'qildi. Kutubxonaga borib, 7 ta kitob o'qigandim, 7 kun o'qishga harakat qilaman. Kunsotam maktabida Toshkentdan kelib, ko'mak loyihasi doirasida o'qimaga tumanida va shu loyihadan keyin bu narsani chuqur anglab yetdimki, aslida biz o'ylagandan ko'proq imkoniyat bor ekan. Biz yoshlar uchun. Qoraqalpog'istondan kelgan qardoshlarimizga ham assalomu alaykum. Shahar bo'ldi qishlog'ing, obod bo'ldi har yog'ing. Barakatli bayrog'ing, go'zal O'zbekistonning. Hatto'g'ri ketgan har yoqqa go'zal O'zbekiston. Tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Prezident tomonidan taqdim etilgan imtiyozlardan samarali foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.
Startup loyihalari g'olibi bo'lgan yoshlarga zamonaviy noutbuklar, iqtidorli qizlarning yaqinlariga rag'batlantiruvchi sovg'alar topshirildi. Shundan so'ng Mavaro turar joy massivida Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tomonidan tashkil etilgan namunaviy boshqaruv servis kompaniyasi faoliyati bilan tanishildi. Ilgari ushbu loyiha taqdimoti ko'rib chiqilganida hududda boshqaruv servis xizmatlarini talabalar ishtirokida yo'lga qo'yish yuzasidan qaror qabul qilingan edi. Viloyat hokimi loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, jumladan sanitar holatni yaxshilash, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqish hamda ko'p qavatli uy-joylarga sifatli xizmat ko'rsatish jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Shuningdek, loyihani kengaytirish, hududni obod, ekologik toza, yashil maydonlari keng va xavfsiz maskanga aylantirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi.